Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Qandaysizlar, yaxshimisizlar? Bugun biz Ushak kanalidamiz va Telegram kanalimizda va'da qilingan Instagram phishing haqida ko'rib chiqamiz. Kim agar Telegram kanalida obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lishingizni maslahat beraman. Yangi IT yangiliklar va kiber xavfsizlikdagi so'nggi yangiliklar haqida Telegram kanalimizda bo'lishib boramiz. O'zimiz yaratgan toolslar, dasturlar barchasi tekin holatda Telegram kanalimizda ma'lum qilamiz. Bu Telegram kanali bilan birga bizda Instagram sahifamiz ham mavjud. Instagram sahifamizga ham obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Va podpisatsiya tugmasini bosib, yurakchani qizartirgan holda biz davom etamiz. Instagram phishing bugungi mavzu. Eslatib o'tamiz. Instagram phishing faqat ta'lim va ta'lim maqsadida boshqa yo'lga ishlatishni tavsiya bermaymiz. Bu juda xavfli. Oqibatlariga javob berish imkoni juda. Chunki O'zbekistonda shaxsiy ma'lumotlar daxlsizligi mavjud. Instagram phishing esa bu daxlsizlikni buzadi. Bu faqat ta'lim maqsadida. Chunki o'zingizni haqingizda o'rganib qo'ying. Nimaga kirish kerak, nimaga kirish kerak emasligi haqida bilib qo'yganingiz yaxshi. Demak, biz boshladik. Bu Ushak kanali va men Ubaydullo Xudoyberdiyev sizlar bilan. Bizga kerak bo'ladi Darkfish. Yozib olamiz xuddi shunday qilib. Darkfish. Mana ko'rishingiz mumkin. Darkfish GitHub. Enter tugmasini bosamiz. Va birinchi chiqqan havola sahifasiga bosamiz. GitHub sahifasi. Darkfish ko'rishingiz mumkin. Dan ortiq toolslar mavjud phishing uchun. Xuddi shu narsani bugun biz sinab ko'ramiz. Mana yuklanishi, birinchi buni yozasiz terminalga, keyin buni yozasiz, keyin buni yozasiz, keyin buni yozasizda ishga tushirasiz va men yuklab olganman. Xuddi shu narsani endi terminalga kiritib ko'ramiz. Bizga kerakli cd darkfish buyrug'i, ya'ni faylga kirish buyrug'i. Demak, biz boshladik. Terminalga o'tib olamiz. Rootni qo'yib beramiz. Va root qo'yib berildi. O'chirib olamiz yuqoridagini. cd darkfish. Bo'lib qoldi bu uzun. cd darkfish. Demak, kirildi. Keyingi qadamlar sizlar uchun ochiladi. Zipdan ochasizlar va bo'sh buyruqlarni kiritasizlar. Menga esa shart emas. Men ochib taxlab qo'yilganman. Demak, biz boshladik. Darkfish bash. Darkfish tutorial bash. Darkfish.sh. Demak, biz boshladik. Darkfish ko'rib turganingizdek. Umumiy Darkfish. Adobe, Bing, eBay, GitHub, LinkedIn, Outlook, Protonmail, Roblox, Instagram, TikTok, WordPress, Amazon, Discord, Facebook, Gmail, Microsoft, PayPal, public akkauntlar, Snapchat, Steam, Twitch, Yahoo, Apple, Dropbox, Free Fire, Instagram, Netflix, Pinterest, Reddit, Spotify, Telegram. Hatto Telegram ham mavjud ekan. Ko'rib chiqamiz, juda qiziq. Twitter va Zoom. Bizga kerakli bo'ladigani birinchi Instagram. Demak, biz boshladik. Instagram bo'limini tanlaymiz. Birinchi Cloudphone link orqali va Ngrok va localhost. Keling, localhost tekshirib ko'ramiz. 3 o'zingizga qulay portni tanlang. Masalan, ochiq portlardan bittasi 8080 porti tanladik. Enter tugmasini bosamiz va bizga taqdim etilgan localhost kopirovat qilib olamiz
va kerakli insonga buni Telegram, SMS yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali jo'natish kifoya. Biz xuddi shu narsani Telegram orqali jo'natsak ham bo'ladi. Keling, xuddi shu narsani o'zimizda brauzerimizda qilib ko'ramiz. Firefoxga qaytamiz va boshladik. Ko'rib turganingizdek yozib oldik va enter tugmasini bosgan holda mana shunaqa sahifa ochiladi. Orqasida Instagram sahifasi. Bu sahifa chalg'itish maqsadida soxta sayt desak xato qilmaganmi? Email yoki Instagram akkaunt nomini kiritamiz. Bu yerga email email kiritamiz. Ketdik. Tavakkal email kiritamiz. Masalan, kanal uchun uzhak kanalini kiritamiz. Uzhak kuchukcha gmail.com Password kiritamiz. Password biz uchun nima bo'ladi? Uzhak bo'lib bo'la qolsin. Uzhak. Enter tugmasini bosamiz. Notsafi xatolik sahifasini chiqaradi. Bu chalg'ituvchi sahifa. Chalg'ituvchi sahifa bo'lgani uchun bunga indamaymiz va biz qaytadan terminalga kiramiz. Terminalga kirib ko'rishingiz mumkin. Email. Mana emailimiz, kiritgan emailimiz va parolimiz. Ko'rishingiz mumkin. Parolimiz. Xuddi shu narsa mana ko'rishingiz Darkfishda. Bu har bir inson qo'ldan keladi. Masalan, menga Linux operatsion tizimi yo'q, qanday ishlashi mumkin? Faqat Windowsda ishlayman deganlar uchun VirtualBox tavsiya beramiz. VirtualBox Linux qanday o'rnatish bo'yicha darsligimiz ham mavjud. Yo'q, agar menda kompyuter yoki notebook yo'q degan bo'lsangiz, unda Termux eng oddiy usul. Termux orqali Android qurilmangiz bo'lsa bo'ldi. Termux dasturini yuklab olasiz Play Marketdan va ushbu kodlarni kiritgan holda Darkfishni ishga tushirasiz. Tushunarli bo'ldi degan umiddamiz.